Bu narsani sizga aytishga juda ham xijolat bo'laman, uyalyapman-da. Nimaga aytavering? Tishimni eng qimmat tish pasta 4-5 martalab yuvsam, baribir og'zim sasiyapti. Shunga yordam bering. Bu holat galitoz deb ataladi. Bunga turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Bu holatda tishingizni 10-15 martalab yuvsangiz ham foydasi yo'q. Chunki anginadagi probkalar o'zidan qo'lansa sassiq hid chiqaradi. Ikkinchi holat esa surunkali gaymaritlar, burundagi balg'am yeringlar tomoqqa tushish hisobiga tomoqdan sassiq qo'lansa hid paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Uchinchi holatda esa oshqozon ichak sistemasida buzilish bo'lganda, yaxshi hazm bo'lmagan ovqat qoldiqlari bakteriyalar hisobiga tomoqdan qo'lansa hid paydo bo'ladi. Ha, doktor, meni ham tomog'imda nimadir turganga o'xshaydi. Xo'sh, bu holatdan qutulish uchun, og'iz hidlanishdan qutulish uchun nima qilsam bo'ladi? Yordam bering. Bu usuldan qutulish uchun juda samarali usul bor. Bunda 2 qoshiq perikisga 2 qoshiq suv aralashtirib, tomog'imizni kuniga 2 mahal ertalab kechqurun chaysak, tomoqdagi probkalar erib, tashqariga chiqib ketadi. Bu hiddan juda oson qutulasiz. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, maksimal tanishlaringizga borib qo'ying, ularga ham manfaatli bo'lsin.